Siz uchun juda muhim ma'lumot topib qo'ydim. Mashhur biznesmen Steve Jobs umrining oxirida tushunib yetgan 5 ta haqiqat sizga asqotishi aniq. Ayniqsa 5-inchisi. Farzandlaringizni boy bo'lishi uchun tarbiyalamang. Aksincha, ularni baxtli bo'lishlari uchun tarbiyalang. Shunda ular ulg'aygach, narsaning narxini emas, qadrini bilishadi. Ikkinchi haqiqat. Taomingizni dori sifatida iste'mol qiling. Aks holda dori-darmonlarni ovqat sifatida iste'mol qilishingizga to'g'ri keladi. Uchinchi haqiqat. Sizni sevadiganlar sizni tark etishlari uchun 100% imkoniyatlari bo'lsa ham aslo sizni tark etishmaydi. Chunki ular sizni tark etmaslik uchun albatta biror sabab topishadi. To'rtinchi haqiqat. Odam bo'lish bilan insonparvarlik o'rtasida katta tafovut bor. Faylasufona, shunday emasmi? Va nihoyat 5-haqiqat. Agar siz tez yurishni istasangiz, yolg'iz yuring. Ammo uzoqqa borishni xohlasangiz, birga borganingiz maqsadga muvofiq. Va bu haqiqatlarni siz uchun muhim bo'lgan yaqin insonlaringizga jo'natib qo'ying. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lishni va saqlab qo'yish tugmasini bosishni unutmang.